Og'riq qayerda bo'lyapti shikoyat? Faqat shu yerda, qo'lga beradi. Tushunarli. Bosh oldinga bosing. Og'riq bo'ladimi? Yo'q, Hop, mana. Bundachi? bunda borsa, Mana bundachi? bunda ham bor. Mana bundachi? Bunda yo'q. Hop, mana qo'lingiz ber. Ko'targanda, Ko'targanda o'riydi. hop, aylantirganda. Yo'q, qanaqadir qilganda o'riydi. Hmm. Bunda ham yo'q. Endi ilgari bir joyga tegib ketsa og'riyotgandi. Aha. Hozir doim yerga mijib og'rib turibdi. Qanoq qilib olgan bunaqa eshikka bir narsaga tegib janim chiqib ketadi. Nima? Oldin og'rimasdi bo'ynim. Shu bitta tabletga berdim. Qanday qoldi, kuchayib ketdi. Nima qildi? Urib davoladimi yo? Yo'q, Qirsillatib. Birdaniga qirsillatib o'rgandi u bo'lmasa. Yo'q, birdaniga emas. 8 kun qatnaydim. Sanatoriyadagi odamga. Sanatoriyadagi odamga. Har kuni nasib qilaverar ekanda. Kundan kunga og'riq kuchayib boraverdi. Endi kushatlagan og'riq bo'ldi. Ilgari qo'limga ham qanaqadir biror joy tegib ketsam og'rirdi. Endi doimiy og'riydi. Qo'lni ko'taringiz tevaga. Tevroq ko'taring. Shunda bordi. Kuchaydi, bo'ldi, tushirar. Hop. Shunda. Bo'sh qo'y. Og'riydi, qattiq a? Ha, o'riydi. Bo'ldi, tushunarli. Ichkaridagi akajon bu tomonga qarang endi. Bugun umurtqasini nechinchi, 3-4 umurtqa pog'onalarida qisilish bo'lsa, yelkalarga og'riq beradi. 6-7 umurtqa pog'onalarida shunaqa qisilishlar bo'lsa, yelkalarga og'riq beradi. Kuraklarga og'riq berishi mumkin. Kuragim muammo. Shu nuqtalarda sizda qisilish bor. Mana MRT yo'q hozir. O'sha nuqtalarda qisilishlar bo'lsa, shunaqa simptomlarni beradi. Endi MRTda o'sha grijani darajasini bilib olamiz. Bir MRTni ham olib kelasiz. Chuqurroq yondashish kerak. Hop, manual terapiya yomon narsa emas, faqat uni o'zini qilib bo'lmaydi. Ya'ni u darajaga olib borish uchun manual terapiyani qilish darajasiga olib borish uchun oldin paylarni yumshatib, nervlarni bo'shashtirib, manaqa yallig'lanishlar bo'ladi sizning holatingizda, yallig'lanishlarni yo'qotib turib, shishlarni qaytarib, keyin qilsa u narsani yaxshi effekt beradi. Sizda hozir grija degani o'zi asli lug'aviy ma'nosi yorilish, ya'ni tog'ay to'qimalarni mana atroflari yorilib qoladi. Shu joyda mana pulpos suyuqli ozroq chiqib turib, nerv tolasiga tegishini bu grija deyiladi. Mana shu holatda bo'ladi. Endi manual terapiyani o'zini qilaversangiz, bega cho'zib, ana qilaversangiz, mana uni qaytarishga harakat bo'lmasa, boshqa narsalarni qilmasa, og'riq kuchayadi haqiqatan ham. Endi sizni shunaqa davolash kerakki, mana paylaringizni yumshatib turib, yallig'lanishlarni yo'qotib, muolaja qilish kerak. Ya'ni medikamentoz, fizioterapevtik muolajalar va yengil o'sha точечный kitayskiy massaj yo'nalishi bor. Shularni uyg'unlashtirsa, sizga yaxshi effekt beradi. Shularni qilish kerak. Shu yerda qilamiz. Narigi xonada ayollar xonasi bor. Ayollar xonasida muolajani qilinadi. Davleni o'lcharimlarga xonasi, shu yallig'lanishga qarshi vositalar, shishlarni qaytaruvchi vositalar, grijani davolaydigan preparatlar hammasi ichida bo'ladi va sizga 3 xil, 4 xil fizioterapevtik muolaja bor. Lazer, ultrazvuk, elektroforez, keyin unda parafinchasi bor. O'sha parafinchalarni qo'yib qilinadi. O'shalar ham ichida bo'ladi. Keyin masaj ham ichida bo'ladi. 4 xil masaj qilinadi. Qizlarimiz qilib berishadi. Men yengil kineziterapiya uslublarini qilib qo'yaman. Shular uyg'unlashadi. Bir hafta lechena bo'ladi, bir hafta. Bosh oldinga bosamiz. 1 2 3 4 5 yonga 1 2 3 4. Hop, mana qo'lingizni oldinga surasiz. 1 2 3 4. Qo'lni orqaga suring. 1 2 3 4.
Qo'lni bosing. 1 2 3 ko'taring tepaga. 1 2 3 4 Qo'lingizni oldinga so'ying. 1 2 3 4 orqaga so'ying. 1 2 3 Bosing, bosing. 1 2 3 ko'taring. 1 2 3 Qaddingizni rostlang. Mana endi boshimni tepaga ko'targanimda siz oldinga bosishga harakat qilasiz. Bosing. 1 2 3 Endi tepaga qarashga harakat qiling. 1 2 3 4 Hop. O'ngga qarang. 1 2 3 Chapga qarang. 1 2 Hop, endi yelkangizni boshga tortaysiz. Boshni yelkaga bir-birisiga. Mana qo'l ko'tarilmasdan yelkani o'zi. Ha shunda. 1 2 3 4 Bulisini endi. 1 2 3 4 Hop, endi opajon yoting, pastga qarang. To'g'ri, mana yondan torting. Hop, oyog'ingizni mana shuni torting. 1 torting, 2 torting, 3 Bulisini 1 torting, 2 torting, 3 Oyog'i buklan. Buklan. Ikkalasini buklang. Mana shunday. Ikki yonga suring. 1 2 3 o'rtaga torting. 1 2 3 uzating oyoqni. Bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Bo'shashtiring. Bo'sh. Yaxshi qirsiladi, zo'r. Endi baqa yon boshlab edi. Yon bosh. Hop. Oyoqni buklasiz. Oyoqni uzatasiz. Qo'lingizni bir-birisiga kirishtiring. Nafas oling. Oling. Nafas oling. Oling. Yaxshi, opa yonchilar. Yaxshi, o'tiring, opa. Oyoqni ikki tomonga suring. Juftlang oyoqni. Shunday. Gavdangizni bo'shashtiring. Yaxshi, o'tiring. Hop. Ko'proq mana shu tomonda ekan bu o'lishlar. Hop, endi qo'lingizni ikki tomonga yozing. Hop, o'rtaga olib keling, qaytaring. Hop, aylantirib ko'ring. Ikkilanishlar yo'q. Orqaga aylantirib ko'ring. Ikkilanishlar yo'qmi? Yo'q, hozir yo'q. Hop, o'ngga, chapga qarang. Ikkilanishlar yo'qmi? Yo'q, bemalol qarayapman. Yaxshi. Necha foizga o'zgardingiz? 100%. 100% yaxshi. Yaxshi. Endi mana sizga 100% o'zgarishingiz bejizga emas. Sizga shunaqa litsenziyani qilyapmizki, fizioterapiyani ham o'sha 3 xil yo'nalishi: elektroforez, ultrazvuk, lazer terapiya, parafin. Bundan tashqari masajni ham 4 xil yo'nalishini qilyapmiz. Va undan tashqari grijani so'rdiruvchi preparatlarni uyg'unlashtiryapmiz. Shu mehnatlarimizning natijasi va Alloh xudo. Siz ixlosingiz ikkinchidan, uchinchidan bizning ilmimiz uyg'unlashib mana natijaga erishdingiz. Hop, endi bir ikkita narsalarni yozib beraman. Shularni oxiriga yetkazib qo'yasiz. Inshaalloh yana ham yaxshi bo'ladi, davomli bo'ladi. Yana ham profilaktik maqsadda 1 yilda 1 marta lecheniya olib turasiz. Salomat bo'ling. Rahmat.